26-dekabrda Facebook sahifasida Fazliddin Parpiyev deportatsiya markaziga o'tkazildi. Eslatib o'tamiz. May oyida domlaning turk vatandoshligi bekor qilingan edi, deya xabar berildi. Shu yil may oyida Mubashshir Ahmad domla Turkiyadan O'zbekistonga yashirincha ekstraditsiya qilingan. Toshkentdagi mahkama oktyabr oyida uni etnik va diniy adovat qo'zg'ash, diniy materiallarni noqonuniy ishlab chiqarish va tarqatish kabi bandlarda aybdor deb topib, 2 yil va 6 oylik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Bu ish ortidan Istanbulda Fazliddin Parpiyevning Turkiya Milliy razvedka xizmati tomonidan Shafaq operatsiyasi tonggi reyd orqali qo'lga olinishi tasodifiy voqea emas. Chunki o'zbek rejimi so'nggi paytlarda G'arb rejasiga muvofiq mo'tadil islom konsepsiyasini ilgari surishga urinmoqda. Bu jarayonda Al-Azhar kabi nufuzli muassasalar bilan hamkorlik qilish, hukumat nazoratidagi imomlar va diniy blogerlar uchun maxsus auditoriya yaratishga intilishi kuzatilmoqda. Bunday sharoitda hukumat o'z nazoratidan tashqarida bo'lgan, auditoriyaga ega mustaqil yoki tanqidiy da'vatchilarni nomaqbul ovoz sifatida qabul qilishi tabiiy. Fazliddin Parpiyevning qo'lida qurol emas, so'zi bor edi. Ammo aynan shu so'z islomiy nuqtai nazardan qilingan tanqid bo'lgani uni hokimiyat uchun xavfli deb bildi. U 2018-yilda O'zbekistonni tark etganidan so'ng Turkiyada yashab, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar orqali faoliyat olib bordi. Parpiyevning chiqishlari O'zbekistondagi diniy siyosat, hijob va soqol taqiqlari kabi Mirziyoyevning siyosiy yo'nalishiga nisbatan tanqidiy fikrlardan iborat edi. Shu sababli ekstraditsiya ehtimoli haqidagi ma'lumotlar bu jarayon ortida o'zbek rejimining to'g'ridan-to'g'ri manfaati borligini anglatadi. Fazliddin Parpiyev ishini Mubashshir Ahmad domla bilan bog'liq voqealardan ajratib bo'lmaydi. Mubashshir Ahmad qamalgandan so'ng u nafaqat jismonan izolyatsiya qilindi, balki uning axborot platformalari, xususan YouTube'dagi sahifasi ham faoliyatdan to'xtatildi. Qonunga hurmat va itoat yuzasidan barcha media faoliyatimizni to'xtatishga qaror qildik. Bu esa davlatning asosiy maqsadi shaxsni izolyatsiya qilish emas, balki uning auditoriyasini yo'q qilish ekanini ko'rsatadi. Bu bilan o'zbek rejimi maydonda faqat o'z nazoratidagi imomlar va diniy blogerlar uchungina auditoriya qoldirmoqchi. Shunga ko'ra, Fazliddin Parpiyev va Mubashshir Ahmad kabi shaxslardan hokimiyatning qo'rqishi sababi ularning shaxsida emas, balki ularning auditoriyasida. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar orqali shakllanayotgan mustaqil islomiy tafakkur hukumat uchun nazoratdan chiqqan maydondir. Bugun Fazliddin Parpiyev ovozi o'chirilmoqchi. Ammo masala ovozlarda emas, balki islomiy fikrdan qo'rqadigan, uni nazoratsiz qabul qila olmaydigan tizimdadir. Bu tizim islomni faqat davlat ruxsat bergan chegarada, siyosatdan ajratilgan, zulmga nisbatan sukut saqlaydigan holda ko'rishni istaydi. Shu tizim o'zgarmas ekan, Parpiyev yoki Mubashshir Ahmadlar ishi kabi yangi ishlar paydo bo'laveradi. O'zbekiston hukumati islom omilini nazorat qilmoqchi bo'lgani sari, u islomning asl mohiyati bilan to'qnash keladi. Chunki islom faqat masjid devorlari ichiga qamaladigan din emas. U hayotni tartibga soluvchi aqida, qonun, siyosat va nizomdir. Shuning uchun ekstraditsiya, qamoq, kanallarni yopish kabi choralar orqali ovozlarni o'chirish uchun islomiy auditoriyaga qarshi o'zbek rejimi olib borayotgan kurash islomiy haqiqatlarni yanada oydinlashtiradi xolos. Chunki zulm ochiqlashgan sari haqqa bo'lgan ehtiyoj ortadi va har bir o'chirilmoqchi bo'lingan ovoz ortidan yana o'nlab savollar tug'iladi. Bu savollar fikrlashga undab, haqiqatni qidirishga majbur etadi. Natijada islomning haqiqatiga, ya'ni u faqat ibodatdan iborat emas, balki hayotni to'liq tartibga soluvchi tuzumga ega din ekanligini anglashga olib boradi. Har qanday tuzumni tabiiyki faqat davlat tatbiq qiladi. Islomni hayotiy tuzum sifatida to'liq tatbiq qiladigan davlat Roshid xalifalik davlatidir. Bu davlatni qayta tiklash uchun payg'ambarlik minhoji asosida to'g'ri faoliyat olib borayotgan jamoa esa yolg'iz Hizb ut-Tahrirdir. Demak, har bir musulmonga mana shu hizb bilan birga islomiy hayotni qayta boshlash uchun harakat qilmog'i, buning uchun Allohning nurini o'chirmoqchi bo'layotgan mustamlakachi kuchlar va ularning malay rejimlariga qarshi fikriy va siyosiy kurash olib bormog'i lozim bo'ladi. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Ular Allohning nurini og'izlari bilan o'chirmoqchi bo'lurlar. Alloh
garchi kofirlar istamasalar-da o'z nurini to'la yoyguvchidir.